butun dunyoda bo'layotgan hodisalar, jarayonlar, Iltimos xalqimiz uchun duo qilinglar. qiyomat alomatlaridan ekanligini avvalroq men bir ogohlantirib aytgan edim. Bu la'natlar O'rta Osiyoni nazarga olgan, ko'z ostiga olib qo'ygan. Yo Afg'onga qaytadan urush ko'chirish rejasi bor bularni, yo O'rta Osiyoga. Yana aytmadi demanglar-da, yoshlarga aytyapman. Ertaga shunaqangi to'polon to's boshlanib ketsa, men yana chiqib olib agar tirik bo'lsam, men nima degandim deb o'tirmaydi-da. Bular shuni reja qilyapti. 3-jahon urushini bo'sag'asda turibdi bu dunyo deb. Odamlar buni vahima, odamlarga tekshirilmagan gapni gapiryapti deb ko'p gap so'z qilishgan edi. 3-jahon urushini kichkina bir tutantirig'i boshlandi. Amerika Eronga hujum boshladi. Eron Birlashgan Arab Amirliklaridagi Amerika bazalarini uryapti. Izroilni o'ziga hujum qilyapti. Husiylar qo'shildik deyishyapti eronliklarga. Bu yerda hozir Pokiston, Hindiston va Rossiya boshqa davlatlar ham bu masalalarda o'zini gapini gapirgisi keladi. Dunyo alg'ov-dalg'ov bo'lib ketyapti. Ne zamonlarga qoldik, deydi-yu. Har ishning bir hikmati bor, har hikmatning bir sababi bor. Sabablar dunyosini eng mutlaq g'olibi Alloh subhanahu va taolo. Allohning qadaridan qochib qutulib bo'lmaydi. Allohning roziligini istagan yutqazmaydi. Allohning roziligiga qarab yuraverishimiz kerak.